Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent Musafi vokzalimizdan Primoy, Novosibir, Barnaul, Temur va Krasnoyarsk yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz yetib keldi. Avtobus kassalarimiz Abu Sahiy avtovokzalidan kirishlaringiz o'zi. Yangi masjidimiz oldi mana. Kirishlaringiz avtobus kassalarimiz bor. Mijozlarimiz mana pasajer javobini qilib tushyapti. Uje bemalol yetib kelishdi. Mana avtobusimizga 70 kilogacha yuklarni olib kelaverasizlar. Yuklaringa pul olinmaydi. Yaxshi. Mana kelinchi tog'am oldi. Tog'a avtobusda keldingizmi? Yaxshimi avtobus? Qulaymi? Komfortmi? Odamlar tavsiya qilsa bo'laveradimi? Yaxshi. Qiyinchilik bo'lmadimi yo'lda? Yaxshi. Kimga shunaqa avtobus xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekrandan nomini